Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bizda navbatdagi tug'ilgan kun Zuhrin aka degan akamiz o'zi musofirda, lekin qizi Inyazda o'qiydi ekan. Hozir Inyazdagi qizining tug'ilgan kuni bilan, tavallud ayyomi bilan jamoamiz bilan tashrif buyurganmiz. Tug'ilgan kuni bilan tabriklagani ketdik. Biz hayajon daqiqalar oz qoldi. Manni qo'yib olamizda keyin ya ben o'rta unga berib qo'ydim. Hayajon g'ashi da. İyi, saydan da. Öyle mi? Okulda bu. Kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa singillar, davrani keng oling ey qadrdonlar. Bugun singlimizning tug'ilgan kuni tabriklaymiz. Tug'ilgan kuni singlim Shirin, baxtingiz muborak. 100 yil yashang istaydi barcha, omad yor bo'lsin sizga tabriklaymiz. Tug'ilgan kuni singlim Shirin, baxtingiz muborak. 100 yil yashang istaydi barcha, omad yor bo'lsin sizga. Kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa singillar, davrani keng oling ey qadrdonlar. Bugun singlimizning tug'ilgan kuni tabriklaymiz. Tug'ilgan kuni singlim Shirin, baxtingiz muborak. 100 yil yashang istaydi barcha, omad yor bo'lsin sizga, omad yor bo'lsin sizga. Rahmat. Nargizaxon sizmi? Ha? Zuhurnagan tanishsa dadangiz bo'ladi. Moskvadan sizga kela olmadi, lekin gul jo'natib yuboribdi. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Bunaqa yoshlardan ko'pini ko'ring. Hamisha nazarda go'zal, maftunga latofat bo'lib yuring. Ilohim o'qishlarda oliy baholarga bitirib, Xudo xolasa ota-onangiz orzu qilgan qiz bo'lib yuring. Dadangiz nomidan, oilangiz nomidan deb qabul qilasiz. Keyingi kitoblarni ham. Ha, bu Qur'on kitob. Hayot shirin bo'lsin deb to'rtdan berish bor. Endi qo'lingizda yonida qo'ying. Qurtamiz nima deysiz mana? Dadangiz ko'radi. Zuhrin akam ko'radi mana. Nima deysiz mana? Tug'ilgan kuningiz bilan tabrikladi. Mana Zuhrin aka biz keldik, jamoa bilan tabriklagani qizingiz oldiga. Mana gullarni berdik, Qur'on kitob mana to'rt. Lekin sizga gapi bor ekan, xursandchilik. Assalomu alaykum dadajon. Rahmat, shunchalik meni katta qilganingizga, shu yoshga yetishimda hech narsadan kam qilmadingiz, hech kimdan kam qilmadingiz. Hammasi uchun rahmat aytaman. Ilohim baxtimizga doim sog' bo'ling. Inshaalloh sizga, onamga jannatlarda toj kiydiradigan farzand bo'lishlik nasib qilsin. Rahmat sizga ham yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan tabriklar. Men sizni. Dadasi qo'shiq iltimos qilganga siz uchun alohida shu qo'shiqni aytib beramiz endi. Joning omon bo'lsin ko'zlarim o'nchog'im, gohida xorkanimda chinovun chog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im, Alloh bergan o'zing menga nur charog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Yig'lamagin ko'zlaringda ko'rmayin yosh, qaroqlaring yoshlatgan o'lqay bag'ratosh. Kelbigu bor changa qo'yayin bosh, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im. Rahmat. Sog' bo'linglar. Hech bo'lmaysiz. Yana bir bor tug'ilgan kunlarga tabriklayman. Mayli, yaxshi o'tkazinglar. Bo'linglar. Ishlaringizga omad, yaxshi. Ana xursandchilik ko'rina oldik. Hamma bor. Bu videolarni qanday